Biz filmning boshida bosh roldagi Anna ismli qizni ko'ramiz. Shu payt uni o'gay otasi qizni xonasiga kirib, uni majburlashni boshlaydi. Shunda qiz qarshilik ko'rsatib, o'gay otasini itarib yuboradi. U esa yiqila turib vazaga uriladi va o'sha yerda o'ladi. Anna o'gay otasini o'ldirganlikda ayblanib hibsga olinadi. Sud jarayonida qiz barchasini tushuntirmoqchi bo'ladi. Ya'ni qizning o'gay otasi uni zo'rlamoqchi bo'lgani, qiz qarshilik qilib uni itarib yuborganini. Bu gaplardan qizning oyisini jahli chiqadi va u uni otasi xoh o'gay bo'lsa ham yaxshi odam bo'lganini aytadi va shu tariqa qizni axloq tuzatish koloniyasiga yuborishadi. Frank ismli qamoqxona boshlig'i yangi kelganlarni ko'rish uchun yig'ilish o'tkazmoqda. Qisqacha tushuntirishdan keyin Annani Jenni ismli qiz turadigan kameraga qo'yishadi. Jenni odamlardan yiroqda va suhbatlashishni yoqtirmaydigan edi. Lekin u Anna uxlayotganida unga qarab o'zini o'zi qoniqtiradi. Ertasi kuni hamma toza havoga chiqadi. Shunda Anna Kodini uchratadi. Bu qiz Annaga agar u yolg'iz bo'ladigan bo'lsa, uni bu yerda ko'p qiyinchiliklar kutayotganini aytadi. Shuning uchun Kodi Annani o'z guruhiga qo'shilishini taklif qiladi. Chunki qamoqxonada ikkita guruh bor. Qora tanlilar va shu Kodi boshlig'idagi oq tanlilar guruhlari. Shuncha gapga qaramay Anna yolg'iz qolishini xohlaydi va taklifni rad etadi. Kechki ovqat paytida Kodini odamlari Annaga yaqinlashib, uni himoya qilishlarini, evaziga esa Anna ularga qo'shilishiga ishontirishadi. Biroq Anna ularga rad javobini beradi va u joydan ketadi. Ikkinchi marotaba rad etgani uchun Annani boshqa xonaga olib borib, yaxshilab kaltaklashadi. Undan so'ng Anna shifoxonaga yotadi. Shunda shifokor ayol Annaga Frank bilan gaplashib, uni karserga o'tkazishini aytishini maslahat beradi. Bundan keyin Anna xo'jayin oldiga boradi va unga o'z xohishi haqida gapirib beradi. Lekin qizning taklifi evaziga Frank u qiz bilan yotishini so'raydi. Ammo Anna uning taklifi yoqmagani sababli o'z kamerasiga qaytadi. Anna kameradoshiga bu yerdagi hamma u bilan jinsiy aloqa qilishni xohlayotganini aytib shikoyat qiladi. Shunda Jenni Annani ko'nglini ko'tarishga harakat qiladi va turli xil komplimentlar qiladi. Va keyin qamoqxona muhiti Jennini Annaga yaqinlashishga majbur qiladi. Ertasi kuni yugurish paytida klass Annani to'xtatib masxara qila boshlaydi. Bundan keyin Anna Kodining to'dasiga qo'shilishga qaror qiladi. Shunda Kodi bu to'daga qo'shilishga loyiq ekanini ko'rsatishini aytadi. Shunda Anna borib keyin qora tanli qizni ura boshlaydi. Katta janjal bo'ladi. Keyin Frank Annani yalang'och holda 2 kunga karserga yuboradi. Frank qizga tahdid qila boshlaydi. Ya'ni Anna Frankning xohishlarini bajarmasa, 1 oy mobaynida qiynaydi. Bundan keyin ilojsiz qolgan Anna rozi bo'ladi va boshlig'ining ehtiyojlarini qondira boshlaydi. Mashg'ulotdan so'ng Anna Kodi to'dasining a'zosi bo'ladi. Ular ziyofatga o'xshash o'tirish qilishadi va chekishni boshlashadi. Bir-birlarini hirslarini qondirishadi. Keyin esa Anna yoniga oyisi keladi. U haliyam erining o'limida Annani ayblardi. Bir kuni to'dasi bilan o'tirgan Annani qora tanlilar urishmoqchi bo'ladi. Ammo endi Annani himoyachilari bor edi. Bu orada Frank Annani urishlari yozilgan tasvirlarni ko'rsatib, shantaj qilib bo'lsa ham, uni to'shakka chorlaydi va qizga chekadigan narsa berib, ochiqchasiga qiz bilan jinsiy aloqa qiladi. Bundan so'ng Anna haliyam kayfda edi va kameradoshiga tarsaki tushiradi. Tekshiruv paytida esa Jennining yuzidagi yarani bilib qolishadi va Anna yana Frankning yoniga keltiriladi. Ammo bu safar Anna jinsiy aloqa qilmayman deydi. Men zo'rlanayotgandek bo'lyapman deydi. Tabiiyki bu Frankka yoqmaydi va u Annaga seni kattalar qamoqxonasiga yuboraman. Shunda zo'rlash qanday bo'lishini bilib olasan deydi. Shoshilib Anna Kodidan chekadigan narsa topib berishini so'raydi. Kodi unga tanbeh beradi. Shunda Anna hamma narsadan charchaganini va to'dadan ketishini aytadi. Ozgina vaqt o'tmay Anna butunlay o'zligini yo'qotadi va har kuni og'ir chekadigan moddalar iste'mol qiladigan qizga aylanadi. Bu orada Kodi Annani ogohlantiradi, hayotini buzmasligini so'rab, ammo Annaga baribir bo'lib qolgan edi. Bir necha marta qizni karserga olib borishadi va o'zini o'ldirmoqchi bo'ladi. Haliyam soqchilar uni o'z vaqtida to'xtatishadi. Bir kuni kechasi Anna o'zini tomirini kesadi, ammo bu safar ham soqchi o'z vaqtida uni sezib, Annani shifoxonaga yuboradi. U joyda Anna aqli zaif insonlarni ko'radi. Barcha ko'rganlaridan keyin Anna qilgan xatolarini tushunadi va onasi bilan ko'rishishini so'raydi.
Oxir oqibat Annaning onasi barcha haqiqatni bila turib o'z qizini qamoqxonaga yuborganini tan oladi va tez orada qizni qamoqxonadan ozodlikka olib chiqishga va'da beradi. Butunlay tuzalganidan so'ng Anna Frank bilan uchrashadi va himoya evaziga Anna o'zini Frankga hadya qiladi. Bu orada Kodi o'z to'dasi bilan Annani rosa do'pposlaydi. Keyin Anna Frank haqida shifokorga aytishga qaror qiladi. Shunda shifokor ayol Annaga yordam bermoqchi bo'ladi. Ammo buni Frank eshitib turgan va shifokor ayolni o'ldirtiradi. Bu vaqt ichida qanaqadir musobaqa bo'ladi. Unda Anna musiqa chalish yo'nalishida hammani hayratga solib yutadi. Bundan keyin esa Frank Annani tabriklab, uni vaqtidan oldin ozod etilishini taklif qilganini aytadi va ular jinsiy aloqa bilan shug'ullanishadi. Anna quvonganidan kameradoshiga vaqtidan oldin ozod etilishi mumkinligini aytadi. Shunda unga Frank yaxshi odam emasligini, u xohlagan payti fikrlarini o'zgartira olishini aytishadi. Shundan so'ng Anna yutqizib qo'ymaslik uchun Frank bilan jinsiy aloqalarini videoga yozib oladi. Shartli ravishda ozod etilishi ishlari ko'rib chiqilayotganda, qiz barcha savollarga juda yaxshi javob beradi va uni ozodlikka chiqarishga oz qolganida Frankdan ham qiz haqida fikrlarini so'rashadi. Frank esa boshida uni maqtab turadi, keyin birdan yana bir muddat shu yerda qolish kerak deydi. Shu zahotiyoq Anna o'sha yerdagi hammaga boyagi videoni ko'rsatadi. Frank qizdan olib qo'ymoqchi bo'ladi. Ammo endi juda kech edi. Frankni o'zini hibsga olishadi, shuningdek Annani ozod etishadi. Shu bilan ushbu video rolikimiz ham o'z nihoyasiga yetdi azizlar. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos kommentariyda bu haqida yozib qoldiring. Va agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga like bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.